Assalomu alaykum azizlarim, men sizlarga shunday mazali dimlama qilishni o'rgataman. Ketdik. Bu uchun bizga kerak bo'ladi bolgarskiy, piyoz, pomidor, gachek va chesnok, sabzi, kartoshka, karam va qizartirish uchun tomat. Bu обязательно kerak bo'ladi. Hammasini to'g'rab olamiz. Men sizlarga shunday переход qildim. Yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Va iltimos, albatta sizlardan iltimos qilib ketaman. Sizlar qanday qilib, qanday usulda dimlama tayyorlaysizlar, buni ham yozib ketinglar. Shunday qilib hamyonda to'g'rab olamiz va ketma-ketlikda qozonga solishni boshlaymiz. Yog'da qizartirib, go'sht, ketidan piyoz va pomidorni solib qizartiramiz. Gajik bilan chesnogimizni ham sovordim. Yaxshilab qovurib, albatta tomatimizni solamiz va bolgarskilarimizni solamiz. Birin-ketinida solib, yaxshilab qovuramiz. Bundan keyin sabzi, kartoshkalarimizni solib, yaxshilab qovurib, orqasidan karamni solamiz va pripravalarimizni solib, keyin dimlab qo'yamiz. Dimlagandan keyin ko'rinishi shu holga keladi va mana bizni tayyor bo'lgan dimlamalarimiz qanday chiqibdi, o'z fikringizni yozib keting.